Treble'ga erishgan jamoalarni taqqoslaymiz. 1972-yilgi Ajax yoki 1988-yilgi PSV. PSVni ham uncha eslolmayman. PSVniki ham yaxshi bo'lgan, lekin Ajax taluvroq qoldi. Ajax 1972 yoki 1999-yildagi Manchester United. United. Asrning eng zo'r comeback deyshadi. Manchester United 1999 yoki Barcelona 2009. Barsi kuchliroq edi. Bo'lmam shu Unitedda hatto Ser Alex o'zi tan bergan davrlarda. 2009-yilgi Barcelona yoki 2015-yilgi Barcelona. Endi MSM bo'la qolsin. 2015-yilgi Barcelona yoki 2010-yilgi Inter. Mourinho o'zidan kuchli jamoalarni yutgandi. Shuning uchun Interni tanlayman. 2010-yilgi Inter yoki 2013-yilgi Bavariya. Bu Bavariya ham xuddi shunaqa Barselona bilan bir xil, dominant futbol bilan hech kimga imkon bermasdan yutgan. Shuning uchun ham Interni tanlayman, chunki Interniki qiyinroq bir vaziyatda uddalangan. 2010-yilgi Inter yoki 2020-yilgi Bavariya. Men Interda qolaman, mayli. 2010-yilgi Inter yoki 2023-yilgi Manchester City. Interda qolaman. Final 2010-yilgi Inter yoki 2020